Yo'nasani ham topib chiqib ketasizlar. Xo'p, bizda yana yangi tovarlarimiz keldi. Bizda bu yoqda norka, bu yoqda vyazinnilarimiz kelgan. Hozir sizlar bilan bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Pichoq ham kerak bo'lmay qoldi o'zi bizga. Yangi tovarlar kelib, stol ketdi ochishga. Bu yoqda jigarrang vyazinnilarimiz keldi. Yoshi katta, yoshi o'rta ayollarimizga juda ham yengil va zo'r narsa. Hozirgi paytda sarpalarga ko'p olishyapti. Mana shu vyazinnilarimizda juda ham kachitolar zo'r. Ularga sarpalarga qo'ysanglar bo'ladi. Berganda umuman uyalib qolmaysizlar mana shu narsani. Bu yerda hamma razmerlardan bor. 36 dan boshlab 56 razmergacha bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p kelgan. Bu yoqda mana qora ranglari ham kelgan. Cho'rni brilliant bo'lib turadi. Kaltasi bu. Uzunligi 70 santimetrlik. Bu yerda hozir syomka bo'lyapti, ozgina uzr. Va xolisi bu yoqda yana kaltalarimiz kelgan, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda yana klientlarimiz kirib kelyapti, videoga olamiz. Keyingi korobkamizda norka shubalarimiz kelgan. Uzunligi 90 santimetrlik yo'lichka fason bo'ladi. Broshkalari chiroyli qilib qo'yilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bulardan qolmadi, jigarrang bo'yalmagan o'zining tabiiy rangi. Broshkalari ham chiroyli qo'yilgan. Qo'llari mana bundan yechiladi. Bu dazmol bo'lsa yana ochiladi molimiz. Razmerlari hammasidan bor mana. Bu yoqda Sabalini svetimiz. Fasoni Chanel fasoni ekan. Ko'rishingiz mumkin mana. Ranglari juda ham chiroyli. Sarpalarga qizlarga qo'ysanglar bo'ladi. Любой rangdagi odamning yuziga tushib ketaveradigan rang bu. Mana Tober svet deyiladi. Bu yoqda bu boshqa model ekan. Ko'rishingiz mumkin. Oldilari mana bunaqa gladkit bo'lib tushgan, tekis bo'lib tushgan. To'la ko'rsatmasdan ozg'in ko'rinadigan ayollarimiz uchun mana shu fasonni tavsiya qilamiz. Juda ham chiroyli. Ranglari ham sobel rangi, sal sumuglisi ekan mana. Bu yana Chanel fasonimiz. Mana shu rang yangi rang ekan. Kiyib ko'ringlar, juda ham chiroyli kelibdi mana shu rangi. Sobelli yangi rangi bu. Bu yoqda ko'pchilik kutgan belvoli rubashka fasonlarimiz. Ranglari dimchiti bo'ladi. Shunlarni yopib olish uchun oldi tarafdan ko'rsatib beraman sizlarga hozir. Mana ko'ringlar. Juda ham chiroyli fason. Uni shimlar bilan, uzun ko'ylaklar bilan bemalol kiysanglar bo'ladi. Orqani yopib turadi. Uzunligi 70 santimetrlik bo'ladi. Xohlagan kiyimlar bilan kiysanglar bo'ladi. Klassika deysizlarmi, pol klassika deysizlarmi, sportivka deysizlarmi, вечерний deysizlarmi, hammasi bilan ketaveradi mana shu modelimiz. Bu yoqda yana boyagi yo'lchkamizdan chiqyapti. Angliski yoqa deganda, bunaqa ikkita qayilgan yoqa tushuniladi. Ko'rishingiz mumkin, yoqasi sal boshqacha ishlangan bilan. Oldi tekis bo'lib tikilgan. Ozgina shovqin bo'lyapti, chunki klientlarimiz постоянно bizda bo'ladi. Klientlarni video olayotganda ham nima deyish bilmay qolamiz biz. Ozgina chalg'itib olishyapti. Nukusdan kelishgan ekan. Bu yoqda yo'lishga fasonimiz. Ya mayli gaplashursizlar bemalol. Xudo xolisa bu belvoli fason ekan, uzunligi 1 metrlik bo'ladi. Mana bu yoqda belvoli fasonimiz, pastlari yechiladi, transformer deyiladi. Pasti yechiladi, kalta qilib kiysanglar ham bo'ladi. Qo'li ham yechilar ekan. Rangi jigarrang, bo'yalmagan o'zining rangi. Xo'p, bu yoqda shu modellar mana hammasi shular bo'lyapti. Xullas, bemalol kelib, sarpaga deysizlarmi, qudalarga deysizlarmi, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Tovarlarimiz juda ham ko'p. Mana bu yoqda ham tovarlar juda ko'p. Kelsanglar, xudo xolisa, yo'nasani ham topib chiqib ketasizlar. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.